Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Bugun biz navbatdagi Nexia 3 motorimizni ham yurgizib oldik. Alhamdulillah, juda ham chiroyli chiqdi. Bu antifrizga reklama emas, shunchaki mana yurib turgan motorga agar urug'ini bilintiradi, vibratsiyasi. Motorning ovoziga, ishlash sistemasiga bu yana ham hozir mana parray ochdi, termostatlar ochib. Endi quryapti motorimiz. Bunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Farg'onada Zakanalda joylashgan zo'r servisimizga, Avtosat jamoasiga murojaat qilaverasizlar. Doim xizmatdamiz. Shunaqangi suvni urug'inda turadigan qilib xizmatlarni qilib beramiz, mashinalarni yurgizib beramiz, xudo xolasa.